Dada? Bizning oilaga rasmiy kelin bo'lib kirmay turib, xonimlik huquqingizni ishlatib o'tamsiz? Ko'zing malton ekan. Tog'a, siz xato tushunib qoldingiz, undaq emas. Agar mening kelinimning mushundaqligini taratqular surat kelib taqib etsa, bizning guruhning pay bahosi tushib ketmamdi. Dada, uni hozirla ep ketay. Mayli. Jo'shqin apandining kelini bo'lgani ajab emaskan. Mijozi nimandaq o'sal. Uning o'rnida men sizdan kechirim so'rayman. Uning o'rnini to'liqlash uchun sizga 2 soatlik ziyorat vaqti beray. Albatta. Sizning vaqtingizga qaraymiz. Baş müdir, Nadira xon qiz o'zini bek cho'ng tutdi ekan. Sizni shuncha uzun saqlab chiqib ketinyapti-ku. Baş müdir, Nadira xon qiz keldi. It's been a long time, but we don't have no time. I know it's hard for you to favor this. We gotta let you think I'm dream chase. We gotta let one boy's way alone. I know we had to do. One boy crying alone. I know. Kechiring, kechikib qoldim. Hech gap yo'q. Sizning alaytan vaqt chiqarib men uchun yasinib kelganingizdan xushib qoldim. Jo'shqin apandi, ozroq uqishmaslik bo'lib qoldimi qandaq? O'zingizga bakli ishonadi ekansiz. Mening yasinishim birsi uchun emas, o'zimning xushalliqi uchun. Siz 1 soat 55 minut kechikib qoldingiz. Men uchun yasinib kelmagan bo'lgandan keyin meni faqat va faqat 5 minutla ziyorat qilish vaqtingiz bor. Ondaqda bir qo'l tansi o'ynashga yetadi. Nadira xon qiz, bugun bek chiroyli qo'yib ketibsiz. Rahmat. Lekin meni qo'g'lashmoqchi bo'lsangiz umid yo'qchimi?